Toshkent viloyati haqida 10 ta qiziqarli faktlar. Assalomu alaykum. Bugun biz Toshkent viloyati haqida eng qiziqarli va aniq faktlarni bilib olamiz. Tayyor bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Qani let's go. Birinchi fakt. Toshkent viloyatining umumiy maydoni 15250 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi fakt. Toshkent viloyatida taxminan 2 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Uchinchi fakt. Viloyat tarkibida 20 tadan ortiq shahar va shaharchalar mavjud. To'rtinchi fakt. Chirchiq yirik sanoat markazi bo'lib, kimyo va energetika sohalari rivojlangan. 5-fakt. Toshkent viloyati O'zbekistondagi eng yirik sanoat hududlaridan biri bo'lib, sanoat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha yetakchilardan hisoblanadi. 6-fakt. Chorvoq suv ombori O'zbekistondagi eng yirik sun'iy ko'llardan biri bo'lib, dam olish maskani sifatida mashhur. 7-fakt. Toshkent viloyatidagi Chimgan tog'lari balandligi 3300 metrga yaqin bo'lib, turizm markazlaridan biridir. 8-fakt. Viloyatda yiliga minglab tonna meva, sabzavot va uzumlar yetishtiriladi. 9-fakt. Viloyatda bir necha yirik GES va IESlar mavjud bo'lib, ular mamlakat elektr energiyasining muhim qismini ishlab chiqaradi. 10-fakt. Toshkent viloyati hududida joylashgan Pskem tizmasi O'zbekistonning eng baland tog' hududlaridan biri bo'lib, ayrim cho'qqilarining balandligi 4000 metrga yaqin. Keyingi video qaysi viloyat haqida bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldiring.